Hürmetli vatandaşlarım, hem de haberimizge dikkat kılыңlar. Bu liksiyemizin mavzusu bundaq. Amerika'nın Çavuşenga hücum qilishi qosh bilan kirpik arasida qoldi. Urush e'lon qilmayla urush qiladi. Mavzuli xabar 5-ayning 23-kuni Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Savdo ishlari jurnali xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın qiyos qilish şirkati geopolitikalik kelgusini qo'rg'uvchi geopolitik siyosatshunosi George Friedman haftaning 1-kuni 5-ayning 22-kuni ya'ni 5-ayning 22-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Çavuşenga hücum qilishga tayyorlik qilyotdi. Bir meydan müstakil, belki qalaymagan bir urushqa, bir meydan mushaqqatlik kechiringlar, belki qalaymagan bir urushqa tayyorlik qilyotdi. Bu urush ofat xarakterlik oqibat elib kelishi mumkin. Haftaning 1-kuni Friedman Florida shtatining Orlando shahrida o'tkazilgan 2017-yillik strategiya va mablag' solish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Gerçi Amerika'nın Prezident Trump seferden qaytib kelgicha harakat qo'llanish mumkin bo'lmasimi? To'qinish, portlashdan boshqa Çavuşenning haddi harakatlari Amerikani buningdan boshqa har qanday tanlash bilan ta'minlamaydi. Geopolitikalik kelgusini tahlil qilishga asoslanganda bargan sir ko'plagan faktlar Amerika bilan Çavuşen o'rtasidagi dushmanlikning o'rlayotganligini isbotlab berdi. Dushmanlashish urushdan saqlang'ili bo'lmaydigan darajaga yetdi. Friedman mundaq ko'rsatdi. 5-ayning 20-kuni Avamatka Karl Vinson va Avamatka Reagan Çavuşenga yaqin oraliqda o'rinlashtirildi. Uningdan boshqa Vijdonidan ortiq F-16 belgilik aeroplan Moshurayinda mashq elib beryotdi. Bu taktika cho'ldagi bo'ron chopqin harakatiga o'xshash bir harakatning boshlanishidan derak berdi. Cho'ldagi bo'ron ayni vaqtdagi Iroqqa dengiz qo'ltiq urishini ko'zda tutadi. Bu taktika cho'ldagi bo'ron chopqin harakatiga o'xshash bir harakatning başlanışıdan derak berdi. F-35 belgilik kurashchi aeroplan allaqachon burayın o'rinlashtirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumat vakillari 5-ayning 31-kuni Guam orolida fuqarolar qo'g'dinish to'g'risida doklad berdiganligi mo'ljallanadi. Doklad zo'ravonlik va Çavuşen yerim orolining ahvoli to'g'risida elib berildi. Bu barliq strategik hareketler bir natija to'qinishga qaratilgan. Friedmanning bu qatam oshkor bildirib Çavuşen masalasi ko'ngil bilishi Çavuşen sinaq qilib yangi raketa qo'yib bergandan keyin yuz berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik komiteti Çavuşenning buzg'unchiligini tanqidlaganda Çavuşen bexatarlik komitetini ko'zga ilmadi. Seul qiyinchilik ichida qoladigan nishondir. Kichik mavzu. Har qanday to'qinish nurg'un masalalarni paydo qiladi. Koreyaning Seul shahrida va shahar atrofida 25 million odam yashaydi. Bu kishilar Çavuşen zambiraklarining etilish musofasi orlig'ida turibdi. Friedman mundaq dedi: Çavuşenda zambirakning to'laligidan odam hayron qoladi. Çavuşenga hücum qilganda Çavuşen Koreyaga o'ch elish xarakterli hücum qiladi. Friedman mundaq ko'rsatdi. Bundaq o'lim yetimga biz bardoshlik bera olmaymiz. O so'zlarini to'liqlab mundaq ko'rsatdi. Amerika strategik bombardimonchi aeroplan orqali Çavuşen zambiraklarining o't kuchini yo'qotish kerak. Amerika'nın ikinci meselesi şu ki, her qanday to'qinish mukammal axborotga tayinadi. To'g'ri bo'lmagan uchur aloqa yo'qolish xarakterli o'lim yetim keltirib chiqaradi.
Piritman, yani çakırık kılıp Guam Arli Anderson hava armiya bazı köngül bilişine talep kıldı. Bu aralgı Çavuşan hücum kılıp urushni orqaga so'rash polistiga ega bo'lib bo'lishi mumkin. O mundaq ko'rsat, biz oddiy bo'lmagan bir urushga duch keldik. Yani sözün to'liqlab mundaq dedi. Rossiya va Jungo Kompartiyasi bu ishdan qo'lini tortdi. Aralashmaydi. E'lon qilmayli urush qilamdi, kichik mavzu. Piritman yig'indi mundaq ko'rsatdi. To'qinish, urush e'lon qilmay bir maydon urushning boshlanishining belgisidir. U mundaq ko'rsatdi, Amerika mas'ul bo'lib hal qiladigan qiyin masaladir. U mundaq ko'rsatdi, Amerika butun dunyoda birdan-bir hisoblanadigan harbiy kuch davlatidir. Bu demak, yoki Amerika harbiy harakat qo'llanishi kerak, yoki Çavuşan yadro qurollarga ega bo'lish kerak deganlikdan derak berdi. 21-asrda umumyuzlik urush bo'lmaydi. Piritman mundaq ko'rsatdi. Amerika zo'mmagarlik o'rnidan ayrilib qoldi degan so'zlar hozir bak mubolag'a qilib o'tildi. Amerika tangdoshsiz kuchli davlatdir. Bu kuch bu davlatni har 5 yil yoki 10 yilda bir qatam shafqatsiz urushga kirishga dalolat berdi. Bu kuch bu davlatni har 5 yil yoki 10 yilda bir qatam shafqatsiz urushga kirishga dalolat berdi. Boshqalarning bunday qilishni xohlamasligi buningga bir sabab bo'lsa, qisman sabablar bizning huddiga alolaydiganligimizdir. Yani bir sebep bo'lsa biz uzun muddat tahdid kuchirdik. 21-asrning qolgan yillari to'g'risida Piritmanning amaliy ko'z qarashi mundaq bo'ldi. Har bir asrda bir qatimdan atrofliq urush bo'lib keldi. Umumyuzlik urush bo'lib keldi. Mundaq dedi. 21-asr tunji bo'lib urush bo'lmaydigan bir asr bo'lamdi. Bundaq mümkinlik nolga barabardir.